Telegramda kanal ochish va to'g'ri yuritish. Aynan bugungi videomiz shu haqida bo'ladi. Keling o'rganamiz. Xo'p, avvalo to'g'ri kanal ochish. Aynan birinchi videomiz shu haqida. Ya'ni biz Telegramdamiz va biz yangi kanal ochib olamiz. Xo'p. Buning uchun yangi kontakt menusini bosamiz, kanal yaratish bosamiz va bu yerga kanal tematikasini, ya'ni nomini kiritamiz. Bu nom nima uchun kerak bo'ladi? Ya'ni shu sizni kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, uni tematikasidan kelib chiqib qo'yiladi. Masalan, sizni kanalingiz gullar haqida bo'ladigan bo'lsa, gullar olami yoki gullar sotuvi yoki O'zbekiston gullari shu holatda yoki qaysidir tumanning gullini kiritib o'tasiz. Ya'ni shu qidiruv berganda aynan shu haqida chiqib kelishini ta'minlaydi birinchidan. Bu yerda esa albatta rasm qo'yish. Bu rasm kelib chiqqan holda kanalingiz tematikasiga oid bo'lgan rasmlarni qo'yishni tavsiya etaman. Gullar, mashina e'lonlari bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan. Endi bizlardan ko'pchilik so'rashdi, shu savol to'xtalgan ekan. Ya'ni qanaqa kanal hozirgi kunda yuradi va Telegramda ham qaysi kanal orqali daromad qilsa bo'ladi? Chunki Telegramga kirib kelayotgan har bir foydalanuvchi kanal ochayotgan kanal egasi undan daromad qilishni xohlaydi. Yo'qotishni xohlamaydi. Ya'ni cho'ntagiga daromad bo'lib tursa yanada ishlagisi keladi. Xo'p, buning uchun biz nima qilamiz? Tasnif menyusi ham bor. Tasnif menyusiga o'zingizga kerakli bo'lgan shu tasnif kiritib o'tasiz, ya'ni kanal haqida ma'lumotlar. Xo'p, kanal haqida ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu ma'lumotlarda nimalar jamlangan bo'ladi? Ya'ni admin rejkasi, qaysi gullar sotuvi, gullar narxlari, yokida gullar haqida ma'lumot va listensiya yokida reklama uchun menyular kiritib o'tiladi. Xo'p, men prosta sizlar uchun ko'rsataman test rejimida. Bu yerga nimadir yozishimiz mumkin. Masalan, test savollari deylik. Va keyingisi menyusini bosamiz va bizning kanalimiz ochiladi. Bu yerda maxfiy kanal bor va ommaviy. Ko'pchilikning xatosi mana shu bo'ladi, ya'ni maxfiy kanal ochib qo'yishim. Nimaga meni kanalim qidiruv berganda chiqmayapti? Ommaviy qoldim va havola. Ya'ni ommaviy bu butun havolarsini, ya'ni havola orqali qidirish imkoniyati yaratib beradi foydalanuvchilar uchun. Xo'p, o'tga masalan nima deyishimiz mumkin? Test gullari. Test gullari prosta g'alatiroq, lekin shunchaki sizlar uchun ko'rsatdim. Bu sirni nima uchun qo'yiladi? Ya'ni shu qidiruvda chiqish ehtimolini baland qilib beradi. Imkon qadar qiziqchadan kam foydalaninglar, imkon qadar qo'shib yozinglar va imkon qadar yo'q nomdan foydalaninglar. Shunda sizlarning kanalinglar globalda, ya'ni qidiruv tizimida tezroq chiqadi. Nivir.uz kanali obunachilari mana shu yerda obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham foydali, bundan ham qiziq sizlar kontentlarni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p. Maxfiy kanal bo'lsa shunchaki qidiruv tizimida chiqmaydi. Shu link orqali kimdir kiritishingiz mumkin. Xo'p, buni yana funksiyasi bor, kontentni saqlash, cheklash. Saqlashni cheklash, ya'ni buni yoqib qo'ysanglar, sizlarni kanalingizga qo'shilayotgan foydalanuvchilar xabarlarni yoki rasmlarni boshqa xabar foydalanuvchilariga uzata olmaydi va uni skachat qilgan holda faqat kanalingizning o'zida foydalansa bo'ladi. Bu esa albatta sizlarga qanaqa tizimni ta'minlaydi, ya'ni shu ilova tizimini ta'minlab beradi. Juda ham qulay funksiya deb o'ylayman. Bizga kerak emas hozircha. Xo'p. Endi kanal ochdik. Keyingisi menyusi va keyingisi menyusini bosamiz. Kanalimiz ochildi. Test rejimida. Bu kanal bemalol qidiruv tizimida chiqadi. Albatta. Xo'p, endi bu kanalga video joylash yoki rasm joylash qanaqa bo'ladi? Qaysi tartibda joylash kerak? Sizlar ko'proq hozirgi kunda Sony Intellig'dan foydalaninglar. Shu Sony Intellig orqali tushirib tekstli yozsanglar bo'ladi, ChatGPT orqali, ya'ni shu yozish imkoniyatiga ega bo'lasizlar va shu bilan birgalikda rasm tayyorlash imkoniyati ham bor. Ko'p Sony Intellig'larda agar sizlar Photoshop ishlay olmasanglar yoki ko'p ilovalarda ishlay olmasanglar, oson yo'llari ham bor. Xo'p, yana bitta narsa daromad topish yo'llarini sizlarga ko'rsatib o'tildi va hozirgi imkoniyat jihatidan shu usullardan foydalanishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar va kommentlarda o'z izohinglarni qoldiringlar. Sizlarga tavsiya etadigan kanallarim pul topish uchun e'lonlar, mashina e'lonlari, telefon e'lonlari,
sotuv, qanaqadir sotuv marketing bo'lsa, sizga tavsiya etaman. Qanaqadir biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, tavsiya etaman va gruppa ochish bo'yicha ham sizlarga keyingi videoroliklarimizni tushuntirib o'tamiz. Kanal bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'linglar deb o'ylayman. Tushunmagan joylaringizni bo'lsa yozib qoldiringlar. Bermoqchi bo'lgan savolinglarni topmagan bo'lsangiz komment yozib qoldiringlar. Javob beraman. Sizlar bilan Nevir Uz kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.